O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 10-dekabrdagi 776-son qarori ijrosi doirasida kelajak markazlari tomonidan yozgi ta'tilni mazmunli tashkil etishga qaratilgan Kelajak kamp loyihasi amalga oshirilmoqda. Sho'rchi tumanida o'tkazilgan Milliy merosga ehtirom festivali ham aynan ushbu loyiha doirasida tashkil etildi. Mazkur festival yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash hamda ijodiy salohiyatini qo'llab-quvvatlashni maqsad qilgan. Festival doirasida tashkil etilgan ko'rgazmalarda o'quvchilar xalq amaliy san'ati va qadimiy hunarmandchilik namunalarini yaqindan tomosha qilishdi. Bugun bu yerda namoyish etilgan har bir ko'rgazma milliy merosimizning betakror qirralarini aks ettiradi. Hunarmandchilik buyumlari, milliy liboslar, tasviriy san'at asarlari hamda ijodiy chiqishlar yoshlarning tariximiz va madaniyatimizga bo'lgan qiziqishini yanada oshirmoqda. Bu tadbirda o'quvchilarimizni milliy qadriyatlarimizga bo'lgan, unutilib ketayotgan qadriyatlarimizni ular ongida ham singdirish, ularga bo'lgan ehtiromni yanada uyg'otish, milliy urf-odatlarimizni yanada keng targ'ib qilish maqsadida o'sha tadbirni tashkil etdik. Bu yerda kulolchilik, kashtachilik, to'qimachilik, gilamdozlik, zardozlik shu kabi kasblar haqida ko'proq tushunchalar berildi hamda ularni qo'l mehnatlari bilan tikilgan, o'quvchilarimizning o'zlarining qo'l mehnatlari bilan tikilgan o'sha ko'rgazmalar bo'yicha ham tanishtirib o'tdik. Mazkur festivalda Kelajak markazi to'garak rahbarlari tomonidan yog'och uymakorligi, tasviriy san'at, amaliy bezak san'ati hamda boshqa yo'nalishlarda mahorat darslari ham tashkil etildi. Tadbirda Iqtidor maktab ansambli hamda Turon maktab teatri tanlovlarining tuman bosqichi g'oliblari ham ishtirok etishdi. Milliy kuy-qo'shiqlar, sahna ko'rinishlari va badiiy chiqishlar festivalga yanada ko'tarinki ruh bag'ishladi. Aytish kerakki, milliy meros xalqning bebaho boyligi, uni asrash esa yosh avlod qalbida tarix va qadriyatlarga muhabbat uyg'otishdan boshlanadi. Sho'rchi tumanida o'tkazilgan Milliy merosga ehtirom festivali ana shu ezgu maqsadga xizmat qilib, bolalarni milliy san'at, hunarmandchilik va ajdodlar merosi bilan yanada yaqinlashtirdi.